Bu Yangidex ilovasi aynan taksi biznesini boshlamoqchi bo'lgan bizni kuzatuvchilarimiz uchun qulay bir yechim. Yangidex ilovasi orqali bir qator ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda mana mijozlar uchun qilingan yechimlar Android iOS bo'yicha bemalol ishlaydi. Kirganda aynan o'zini bonuslarini, profili, buyurtmalarini, tillarini aynan bu Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida ishlab turibdi. Hatto tilni tanlasangiz, qoraqalpoqcha ham tanlash imkoniyati bor, ruscha va qoraqalpoqcha. Bundan tashqari mana bu yerda o'ziga kerak bo'lgan funksiyalar tanlab olish mumkin. Lokatsiyalarda o'zi bir joyda yoki boshqa joyda aynan haydovchilar bo'yicha ma'lumotlar va boshqa ma'lumotlarni ko'rib olish mumkin bo'ladi. Bemalol buni App Store'dan yoki Play Marketdan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. App Store'dan ham, Play Marketdan ham bemalol Yangidex deb qidirishingiz imkoniyatingiz bo'ladi. Keling buni ilovani ichiga kirgan holatda bir qator ko'rib o'tamiz. Bu yerda taksi ilovasiga qo'yapmiz. Taksi dastlabki xizmat teskunda taksi jarayonini boshlaymiz. Aynan bu yerda ismingiz yozilyapti. Davronbek 027 saqlash. Hop, ekonom komfort xizmat tarifi deyapti. Biznes, Damas, Labo, yetkazish, Perigon va boshqa qiziqarli ma'lumotlarda ko'rish mumkin. Ustki bagaj, peremechka, shatak olish, orqa bagaj, nasot, buksir, boshqa xizmatlarda bu yerdan bemalol qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Buyurtma berish bosadigan bo'lsak, mana qidirilmoqda degan jarayon ketaveradi. Buni bekor qilish, bekor qilingandan keyin bemalol o'zingiz o'sha lokatsiyalaringiz bo'yicha mana qo'yishingiz mumkin bo'ladi yoki deylik bu yerdagi eng kerakli, eng ko'p qidirilgan joylarda yoki xaritalarda ham qidirishingiz mumkin bo'ladi. Yoki o'zingiz misol uchun deylik jarayoningizni joyingizda adden, ya'ni o'zingiz chet yoqdan zakaz berayotgan bo'lsangiz, deylik mana biz Oybek addonda oldida mana zakaz bermoqchi bo'lsak, tashlashimiz shu yerdan belgilash mumkin yoki buyurtma berishingiz mumkin. Bundan tashqari bonuslaringizni ko'rishingiz mumkin, ma'lumotlaringiz, profillaringiz, hop, buyurtmalar tarixini ko'rishingiz mumkin, tilni o'zgartirishingiz mumkin. O'zbekcha, lotincha, ruscha va qoraqalpoqcha tillarda bemalol dasturda ishlatish imkoniyati bor. Biz haqimizda ma'lumotlarda ko'rib bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz biznesingizga ham individual yechim orqali dastur kerak bo'lsa, bizni nomerlarimizga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.